uchun Kia Sonic'dan tortib to trekkerlargacha hamma propanga o'tib ketadi. Shu haqida ma'lumot aytaman. Chunki bu avtomobillarga toza benzin topish juda ham qiyin, lekin propanda o'sha toza benzindan da zo'r aktam bergan hisobga hamma o'sha propanga o'tib ketadi. Ahamiyat berib qo'yasiz, shu vaqtda sizga ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, 42 talik qo'ysangiz, zapaska umuman ko'tarmaydi, 47 talikda ozgina ko'tarib qo'yadi propanda. Bunisiga ham propan, Damas'ga metan, bu Cobalt avtomobiliga ham metan uстановка qilib berish jarayonidamiz. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Kimgadir sifatli, ishonchli xizmat kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga olib kelib topshirishingiz mumkin. Mashinangizda yubilerniy holatda sifatli qilib bitkazib beradi. Faqat kelishdan oldin обязательно telefon qilib kelish kerak. Ilojisi bir kun oldin ham telefon qilib qo'yavering, iloji boricha o'chirib yozib qo'yamiz. Negativ bildiruvchilarga javoban bu video bo'ladi. Agarda bizda ishimizda problem bo'lsa, bizga bunaqa mashina kelmash kerak, aka, ishoning. Siz kelavering, sizga kafolat bilan ishingizni bitkazib beramiz. Avvalo birinchi kelgan vaqtingizda bunaqa ta'bir ish yo'q, zapchas ko'rsatiladi. Ish ma'qul keldi ukam deganingizdan keyin ish boshlanadi. Sardor metangiz, ishonchli, sifatli xizmat, Kia Sonic'laring bo'lsa, bemalol o'zimizga olib kelishlaring mumkin. Har qanday mashinaga, ayniqsa trekkerlarga hozirgi vaqtga chegirma e'lon qilib qo'yamiz. Imini trekkerlarga 3 million 700 ming so'm. OBD funksiyali miya ulanadi. OBD nima deganlarga, OBD через ichkaridagi miyasi orqali ulangan hisobiga mashinani ko'rishi boshqacha bo'ladi va chek-pek yonib qolmaydi. Faqatgina to'g'ri uстановка qilsangiz, agarda 1000 OBD dan kuchli bo'lgan miya bo'ladigan bo'lsa-da, endi undan qo'ysangiz ham, masalan, Kunex Plus qo'ysangiz ham, lekin to'g'ri uстановка qilmaydigan bo'lsa, mashina yaxshi ishlamaydi. Sardor metangiz, ishonchli xizmat 24/7.